Yo'ldoshimning haqoratli tili. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Yo'ldoshim achchig'i kelsila meni sat gaplar bilan haqorat qiladi. Men sal kichik. Yo'ldoshim bilan 10 necha yosh farq qilamiz. Dadam yaxshi musulmon deb rozilik bergan. Ota-onamdan yiroq bir joyda turamiz. Bir balam bo'ldi. Balam bilan ba'zida uy ishlarini qilib bo'lolmay qiynalib qolaman. Mijozim yo'q chog'larda balamni boqadigan odammi yo'q. Ota-onam beqib berayli desa, yo'ldoshim unimaydi. Ba'zida mijozim yo'q chog'larda bir qism ishlarni qilib bo'lolmay qolsam meni tillaydi. Men ko'tarilmay qolaman. Ota-onamga demayman. Meni pas, namozdan boshqa nimang bor deb tilladi. İffetlik ayolman. Tapsamdan ruxsatsiz atlamaydigan. G'ururim ko'tarilmay talaqimni so'rab soldim. Ammo bermadi. Sen musulmon odam tillama desam, ko'nib qoptiman deydi. Ammo men ko'nalmadim. Qanday qilay? Ko'nglim bak yerim. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Til haqoratga chidayolmaslik insondagi izzat hurmatini, qadr qimmatini saqlash tuyg'usidan iborat esil xislatdir. Shunga har bir inson o'z izzatini qo'g'dishi lozim. Bo'libmi, mo'min inson izzat hurmatga eng haqliq va loyiqdir. Undaq bo'lgan ekan, mo'min kishi til haqoratga uchraganda chidab turmasligi tabiiy ahvol. Yana bir haqiqat shuki, ko'nglimizni yarim qiladigan turli azarlarga, sinoqlarga, hayotning bearamchiliklariga qarata sabr qilishmi iymonning taqozzosidir. Sabr qilish bilan afu qilish bo'lmasa, iymon haqiqiy vujudga chiqmagan bo'ladi. Turmushda er-xotin o'tirsida ba'zida ancha-muncha ishlar yuz berib turadi. Bundaq ahvol har bir oilada ya undaq, ya bundaq shaklda mavjud. Ba'zida til haqorat, ba'zida tayoq to'qmoq, ba'zida taloga qarab qilish va hokazo. Albatta, yo'ldashingizning til haqorati bo'lgani bilan yaxshi taraflarmi bordir balki. Sizdinmi yashingizning kichik bo'lish tufaylidan balki to'yib to'ymay til haqoratiga sabab bo'ladigan ishlar sodir bo'lib qolishi mumkin. Shunga bundan keyin o'zingizni xor his qilib o'ltirmay, taloq talab qilib, shaytonga al bo'lmay, til haqoratiga sabab bo'ladigan ishlarni qilmaslikka tirishish bilan billa eringizga texmi yaxshi, texmi qizg'in muomala qilishga tirishing. Kiyim-kechak, yemak-ichmaklarni tayyorlashda, shundaqla uyni pokiz, ratlik tutishda bexastalik qilib salmang. Yalğız çağlarda bolsun, bir tuqqanlar aldıda bolsun, yetkişler aldıda bolsun, hürmetini qiling. Bunun bilan eringizning til haqoratidan qutulib qolmay, balki taqa katta ajrga erishsiz. Talaqamni ber degan so'zni og'zingizdan chiqarib salmang. Eringizning iymonida mustahkam turadigan, taat ibodatda boshqalar bilan bo'lgan muomalada haqiqiy musulmonga loyiq saviyada bo'lishini, ko'ngliga insof ato qilishini, gunohlarni mag'firat qilib o'tishini Janobi Allohdan sahar vaqtlarida namozlaringizda tilang. Eringizni asta-asta namozni vaqtida o'qishga, masjidga chiqishga, yaxshi oila, esil kishilar bilan aralashib o'tishga chiroyli uslubda o'ndang. Janobi Allohdan daninglarga so'ygi, oilangizga dunyo va oxiratlik baxt, saodat, tavfiq va barakat tilayman. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 123 nomorli fatvo.